Kinometroga xush kelibsiz. Bugun 2018-yilda suratga olingan Mening jin urgurgonam filmi haqida gaplashamiz. Do'stlar, keyingi videolarni o'tkazib bormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Aka, ota-onalar uchun Jaskis parfyumdan sovg'aga atirlar bormi? Ota-onalarimiz har doim eng yaxshisiga, eng originaliga va eng trendiga atirlarga munosib Jaskis parfyumda aksiya uyushtiryapmiz. Ota-onalar uchun mana shu nomerga yoki mana shu Instagramga murojaat qilasizlar, O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Ko'p qavatli binolardan birida shayton do'zaxni boshqarar edi. Lilit ismli shaytonning qizi odamlarning oldiga borgisi keladi, ammo otasi bunga ruxsat bermaydi. Biroq Lilitning otasi qizning o'qishidan doim xavotir oladi. Otasi bilimlarini sinab ko'rish uchun qizga bir nechta savollar beradi. Lilit ikkilanmasdan barcha savollarga to'g'ri javob beradi. Ota qizidan juda ham mamnun bo'ladi. Lilit odamlarning oldiga tushishni so'raydi, chunki u do'zaxda o'tirishdan juda zerikkan edi. Biroq otasining fikriga ko'ra, u shaytonning ishi uchun juda kichik va 18 yoshini kutish kerak edi. Kechasi Lilit otasini yana bezovta qiladi va uni test qilish uchun 1 yilga odamlarga yuborishni so'raydi. Shayton nihoyat rozi bo'ladi, lekin o'z shartlarini qo'yadi. U o'zi qaysi oilani yo'ldan urishni tanlaydi. Shuningdek, qizi u yerga 1 yilga emas, balki 1 hafta davomida test qilinadi. Agar u o'sha oilani yo'ldan ursa, odamlar bilan qolishi mumkin. Agar bo'lmasa, u binoda o'qituvchisi bilan abadiy o'tirib hamma narsani o'qiydi. Lilit bu shartlarning qiyinligiga qaramasdan rozi bo'ladi. Ertalab ular Berkinbro deb nomlangan kichik shaharchaga borishadi. U yerda ota qizi uchun juda yoqimli va mehribon oilani topadi. Yo'lda Lilitning otasi u oilaga kim bo'lib borishi haqida yana bir bor eslatib o'tadi. U maktabga ota-onasi ko'chib o'tishni rejalashtirgani uchun kelgan. Ota Lilitga maxsus to'pni beradi. Bu uning his-tuyg'ularining haroratini ko'rsatadi. To'p har doim qora bo'lishi kerak. Aks holda qiz uyga ketadi. Lilit nihoyat keldi va endi oila a'zolari bilan tanishishni boshladi. Oilaning onasining ismi Sibilla. To'qishni, sabzavot pishirishni va quchoqlashni juda ham yaxshi ko'radi. Ota esa Gabriel va asosiy obyekt Gretta edi. U qo'shiq aytishni, o'qishni va uy vazifasini bajarishni juda ham yaxshi ko'rar edi. Hamma stolga o'tiradi. Ma'lum bo'lishicha, pishirilgan sabzavotlarni Grettaning otasi o'stiradi. Gabriel sabzavotlar bilan gaplashishni aytadi. Shuning uchun ular yaxshi o'sadi. Hamma stoldan uzoqlashgandan so'ng Gretta stol ustini yig'ishtira boshlaydi. Lilit unga o'z yordamini taklif qiladi, biroq tarelkalarni qizchaning qo'lidan olib yerga tashlab yuboradi. Gretta esa haromdan bo'lgali ishonchi qilganimni ko'rding. Grettaning ota-onasi esa Lilit va Gretta o'z xonasiga chiqishdi va Lilit Grettaning alkogol, giyohvand moddalar iste'mol qilasanmi deya savollar berishni boshlaydi. Suhbat davomida Lilit Grettaning shkafiga qaraydi. U yerda qaysidir bir yigitning fotosuratlari osilganini ko'radi. Shaytoncha Grettaning juda to'g'ri va namunali ekanligini tushunadi va uni qanday qilib yo'ldan ozdirishni va gunohlarga undashni o'ylab qoladi. Bir kuni dugonalar maktab avtobusiga borishadi. Avtobusda Gretta maktabning obro'li qizlari bo'lgan Dari va Melody ismli sinfdagi qizlarga salom beradi. Lilit bo'lsa Grettani nima uchun o'zini bunday haqorat qilishga yo'l qo'yganini tushunmaydi. Shu payt maktab direktorining Eddie ismli o'g'li avtobusga chiqadi. U Grettaga yaqinlashadi va sochlariga saqich yopishtiradi. Bunday sharmandalikka dosh bera olmagan Lilit atirni tortib oladi va ichib yuboradi. Eddiening sochlariga olov qilib puflaydi. Yigit hayron bo'lib shokka tushib qoladi va do'stining shapkasini olib sharmandasini bekitadi. Sinfdagilarning hammasi esa hayratda qolishadi. Nihoyat avtobus maktabga yetib keladi. Bolalar hamma kirishga shoshilayotgan payt Emil ismli yigit tomda o'tirib sigaret chakib sinfga shoshilmayotgan edi. Hattoki direktorning buyrug'iga ham bo'ysunmasdan hali sigaret chakib bo'lmadim deya javob beradi. Shundan so'ng kaskadyor pastga tushadi va hamma sinfiga tarqaladi. Darsda o'qituvchi barchaga nazorat testlarini topshiradi, ammo Emil qog'ozidan samolyot yasaydi va sinfni tark etadi. Va endi ishni topshirish vaqti kelganda Gretta Lilitning boshqa variantni yozib qo'yganini ko'rib, og'ziga solib chaynab tashlaydi. Lilit nima bo'lganini tushunmaydi va Gretta uni qutqarganini tushuntiradi. Bu yigitning ismi Carlo. U Grettaga juda yoqadi va shuningdek DJ sifatida klublarda qilib ishlaydi. U ko'pchilik qizlarning o'g'irlagan qilib turasiz. Qilaman ha. Qizlar yuragini o'g'irlayman.
Lilith uning yoniga boradi va quyidagicha shart qo'yadi. Agar sen Grettani ko'nglini olib 3 kundan keyin tashlab ketsang, yaxshigina pul to'layman deb aytadi. Karlo bo'lsa Grettaga yaqinlashadi va jarayonni boshlaydi. Lilith ko'chada ketayotib Emmanuel bilan tanishib qoladi va shu vaqtda o'z do'stlari bilan Eddie kelib qoladi. Emmanuel undan soatini o'g'irlab olgan va shuning uchun ham tomga chiqib qochib qoladi. Ular esa u yerga chiqa olmas edi. Lilith ularning ustidan kulishni boshlaydi. Shunda yigitlar qizni yoniga kelganida Lilith yo'lning chetidagi znakni olib ularni urib tashlaydi. Buni ko'rgan erkaklar bu hodisani ko'rib ustilaridan kulishadi. Emmanuel ularning biriga Eddie'dan o'g'irlangan soatni beradi. Keyin u Lilithni tushlikka taklif qiladi. Yigitcha Berlinga ketmoqchi ekanligini aytadi va unda chiptasi ham bor edi. Lilith hech qachon dengiz ko'rmagan edi. Emmanuel Lilithga Tirku Tomdan dengizni kuzatishni taklif qiladi. Qizcha ham o'lib turgan ekan. Tomga Emmanuel bilan chiqib tomosha qilib turgan paytda yigitcha o'zini tutib tura olmaydi va uni o'padi. Ammo Lilithga bu narsa yoqmay uni itarib yuboradi va darhol uyga yashin tezlikda ketadi. Uyga yetib kelib, sharchani qizil rangga aylanayotganini ko'radi. Bu vaqtda uning holidan xabar olish uchun otasi qo'ng'iroq qiladi. Suhbat vaqtida otasi ishchilardan birini sevib qolganini va uni ishdan bo'shatganini aytib beradi. Lilith Grettaga bugun Emmanuel bilan aylanib yurganini bo'lishadi. Grettani esa Karlo uchrashuvga taklif qilganini xursand bo'lib aytadi. Bunga tayyorgarlik ko'rish kerak edi. Lilith Grettani kiyinib yashanishiga yordam beradi. Bu vaqtda qizlarning derazasiga tosh otiladi. Ma'lum bo'lishicha, Emmanuel yetib kelib Tomda Lilithni chaqirayotgan edi. Iltimosini rad etmay, qiz uni yoniga chiqadi va Emmanuel bugungi ish uchun uzr so'raydi. Lilith jahli chiqib uyga yo'l olganida, Emmanuel jahling chiqqanda juda ham do'ndiqcha deb xushomad qiladi. Lilith uyga kirib, sharchani tekshirganda u yanada qizil rangga kirayotgan edi. Gretta chiroyli ko'ylagini kiyib maktabga yo'l olganida, onasi uni sezib qolib, "Po'qvomi bunaqa maktabga borib?" deb oddiy kiyimini kiyishga majbur qiladi. Qizlar maktab avtobusiga ostanovkaga kelishadi. Lilithning ortidan Eddie kelib sochini balonchik orqali yoqib yuborishga harakat qiladi. Qizlar avtobusga o'tirishadi va yo'lda moda haqida gaplashib ketishadi. Grettaga modada yurish juda qiziq. Lilith qizning bu qiziqishini amalga oshirishga yordam beraman deb aytadi. Avtobusdan tushgandan so'ng Lilith baqirib, "Onang maxsus aktrisa uchun tikib bergan ko'ylakni so'rab tur" deb Grettaga aytadi. Ularning suhbatini Darya va Melody eshitib suhbatga qo'shiladi. Lilith Grettaning onasi tikkan ko'ylaklari New Yorkda haftaning eng yaxshi modasi bo'ldi deb aytadi. Maktabning ichida Lilith Grettani rasmga oladi va shu vaqtda Emmanuel kelib Lilithni uchrashuvga taklif qiladi. Ammo shaytoncha esa bandligini aytib ketib qoladi. Lilith Grettaning onasi bu hafta moda olamini zabt etgani haqidagi maqolani Photoshop qilib Darya va Melodyga ko'rsatadi. Lilithning so'zlariga ko'ra, ko'rgazmaga butun dunyodan yulduzlar yig'ilgan edi. Ularga qiz Grettaning onasidan bir ko'ylakni olib bera olishini taklif qiladi va Darya bilan Melody ko'ylak kimga nasib qilar ekan deb o'zaro tortishishni boshlaydi. Shu vaqtda yong'in signalizatsiyasi ishlab ketadi. Hamma tashqariga chiqadi. Buni ataylab Emmanuel Lilith bilan ko'rishib dengizga borish maqsadida uyushtirgan edi va ichida jon ustida baqlajon deb turgan qiz oxiri rozi bo'lib dengizga velosipedda yo'l olishadi. Plyajda yotishgan payti Lilithga otasidan SMS keladi. Xabarda otasi "Ko'p yomon ishlar qilishga ulgurgandirsan" degan savol beradi. Emmanuel Lilithda muammo bor deb o'ylaydi. Shunda qiz "Otam juda ham qattiqqo'l va meni minorada ushlab o'tiradi. Yetmaganiga odamlar orasida bo'lishimga bir hafta berdi" deb aytadi. "Agarda otang seni yana minoraga qamab qo'ysa, men seni qutqaraman" deydi 15 dakam jentelmen. Bu vaqtda esa Darya va Melody maktab bayrami uchun repetitsiya qilishayotgan edi. Repetitsiyaga kuratori kirib keladi va ularning birgalikda qo'shiq aytishni taqiqlaydi. Sababi direktor ularning kalta yubkada aytgan klipini ko'rib qolgan edi. Qizlar juda ham xafa bo'lishadi. Lilith va Emmanuel plyajdan qaytishadi. Emmanuel muzqaymoq olishga ketganda Lilith atrofga nazar soladi. Hamma baxtli va kulib yurganini ko'radi. U sevib qolishdan qo'rqishni boshlaydi. Emmanuel qaytib kelganida esa u qo'rqib qochib ketadi va furgonni orqasiga berkinib sigaret chakmoqchi bo'ladi. Shu paytda Grettaning otasi kelib qoladi va sigaretni olib qo'yadi. Lilith unga juda ham uyga borishni xohlayotganini aytadi. Uyga qaytishayotganida esa Gretta va Karla gaplashib endi bir-birlariga yaqinlik qilmoqchi bo'lganini ko'rib qoladi.
qoladi. Tezda orqaga qaytib, Grettani uyga olib ketadi. Otasi uning birinchi bo'sasini barbod qilganini tushunib yetadi. Dugonalar xonasida gaplashib o'tirishadi. Gretta xafa bo'lib, uning otasi uchrashuvni barbod qilganini aytadi. Shu paytda Gretta sharni topib oladi va nimaligini so'raydi. Lilith esa bu shunchaki termometr deb otasi berganligini aytadi. Gretta dugonasini ochiq havoga olib chiqadi va rediska terishga yordamlashishini so'raydi. Lilith esa unga yordam berishdan bosh tortadi. Shunchaki uning oldida so'ppayib o'tiradi. U Grettaga bor haqiqatni aytadi. Shanba kuni u uyiga ketish kerakligini, bu yerda qolish uchun esa ko'pgina yovuz ishlarni qilish kerakligini aytib o'tadi. Lilithga bu yerlar yoqib qolgan edi. Gretta ham uning ketishini xohlamaydi. Maktabda Karl Gretta bilan achim-achim qilmoqchi bo'lgan paytida ularni Lilith to'xtatib qoladi va Karlni chetga oladi. Ularning kelishuvi barbod bo'lganini aytadi. Shunda Karl uni rostdan ham yaxshi ko'rishini aytadi. Karl borib Grettaga hamma bor haqiqatlarni aytib qovun tushiradi. Gretta bo'lsa, "Va qo'y." Gretta kelib Lilithga "Sendagi dugonam yo'q" deb xafa bo'lib ketib qoladi. Lilith bo'lsa unga nima deyishni bilmaydi, chunki u yovuz bo'lishi kerak edi. Shu payti Lilithni Emmanuel plyajda kutayotganini SMS qilib yozadi. U plyajga xursand bo'lib, bittis bo'larmikan-a deb yo'l oladi. U Emmanuelni ko'rganida u butilkani ichiga u bilan umrini oxirigacha birga bo'lishini yozib dengizga uloqtiradi. Lilith esa bittis bo'lmaganini xafa bo'lib, "Sen bilan o'tgan vaqtim hayotimdagi eng yomon kunlar edi" deb ketib qoladi. Emmanuel bo'lsa, Ivanmi bu deb hayron bo'lib qoladi. Lilith maktab avtobusiga chiqib, Grettaning oldiga kelayotganida Gretta teskari qarab oladi. Lilith bo'lsa yig'lab, u hozirgina Emmanuelni tashlab ketganini aytadi. Chunki u yaxshi ko'rib qolsa, uning yovuzligi tugar edi. U sharchasiga qaraganida esa u qip-qizil qonga o'xshash edi. Noto'g'ri tushunmanglar, bu shunchaki shart. Gretta hammasini bilganidan so'ng u Lilithga yordam berishini aytadi. Maktab bayrami ham boshlanadi. Lilithning otasi tekshirish uchun uning maktabiga keladi. Ular birgalikda konsertda birga o'tirishadi. Bu paytda ikki qiz konsertga tayyorgarlik ko'rishayotgan edi. Direktor bo'lsa o'zining har xil joydagi sayohatlarini maqtanayotgan edi. Shu paytda esa rasmlar almashib qoladi. Direktor yalang'och maymunlarning oldida va fillarning oldida tutush qilayotgan edi. Sharmanda bo'lib, keyingi chiqishga darrov e'lon beradi. Ular skripka chalishga chiqishadi, lekin bolaning boshida esa shapka bor edi. U shapkasini yechganida sochlari to'kilib tushgan edi. Ular sahnadan qochib chiqishadi. Keyingi sahna boshlanadi. 3 qizaloq kalta yubka va ochiq-sochiq kiyimlarda chiqishadi. Buni ko'rgan odamlar esa shokda. Direktor esa bu sharmandalikdan urishib ketadi. Lilithning otasi esa qizi o'z vazifasini a'lo darajada bajarganiga ishongisi kelmaydi va xursand bo'ladi. Otasi uni yutug'i bilan tabriklaydi. Uni bu yerda qoldirishidan avval sharni ko'rsatishini so'raydi. Lilith bo'lsa, hammasi tamom bo'ldi deb o'ylaydi. Sharni ko'rsatganida shar qora rangga kirgan edi. Otasi unga "Qaysi shaharda ishlashni xohlaysan?" deganida Lilith "Albatta shu yerda qolaman" deydi. Otasi davolni bo'lib ortiga qaytib ketadi. Keyin Gretta keladi va nima bo'ldi deganida Lilith shu yerda qolishini aytadi. Bu ishlarning hammasi Grettaning ishi edi. Sahnadagi sharmandagarchiliklarni ham Gretta uyushtirgan edi. Sharni esa Gretta shunchaki qora lakka bo'yaganini aytadi. Grettaning ota-onasi esa qizining yangi rolidan shokka tushib qoladi. U Karlni oldiga yugurib borib va nihoyat undan birinchi bo'sasini oladi. Bu vaqtda Lilith esa ersiz qolishdan qo'rqib Emmanuelning oldiga yuguradi. Mahalladagilar uni hozirgina Berlinga ketganini aytadi. Lilith bo'lsa tezda vokzalga yuguradi. U yerda Emmanuelni uchratadi va bittis boshlanib ketadi. Shu bilan film o'z nihoyasiga yetadi. Kanalimizda yana ko'p kinolar chiqishini xohlasangiz videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sizlar bilan Kino Metro bo'ldi. Keyingi videomizda ko'rishguncha xayr.